Issiqroq kiyinib oling, yana shamollab qolmang. Challenge 15-kun, bugun dam olish kuni va aşkım meni bugun uchrashuvga taklif qildilar. Tezgina tayyorlanib yo'lga otlandim. To'g'risini aytsam, bunaqa unutilmas kun bo'ladi deb umuman o'ylamagan edim. Avvaliga birga turk restoraniga bordik, mazza qilib ovqatlandik. Keyin erim hali yana bitta joyga boramiz dedilar. Qayerga desam, borganda ko'rasan deb jilmaydilar va nihoyat manzilga yetib keldik. O'sha mashhur Roppongi Tokyo Midtown. Qizlar, bu joy shunaqangi chiroyli ekanki, turli chiroqlar, musiqalar, o'zingizni xuddi kino sahnasida yurgandek his qilasiz. Eng qiziq tomoni, kirish bepul ekan. Yonida issiq kafe olib, shu manzara qarshisida birga o'tirdik, suhbatlashdik, kuldik. Juda sokin va juda zo'r kecha bo'ldi. Keyin katta magazinga kirdik va u yerda erim menga kutilmaganda gul bilan sovg'a berib qoldilar. Qaysi sovg'a ekanini boshqa videoda unpacking qilib ko'rsataman. Sizlarning hayotingizda ham shunaqa kutilmagan, unutilmas uchrashuvlar bo'lganmi? Kommentariyada yozib qoldiring. Darka. Ichi. Nimaga? So'ng xudo kishida bilim ekan.